Болса, көңіліңді ойлаған әр қандақ нәрсені yazсаң болады. Yüreklik алда өзің қылмақчы болған әр қандақ ішini yaz. Саңа бір ішін деп берей. Аят саңа найт қаттық бір мұш атыды. Бұның бәрдашық беріш үшін қалбың текімі күштік болыш керек. Әмісі мен әң амырақ боксini misal қалайлы. Бастыр Дауглас ерге еқілді. Әзәлдің бір кем Тайсондан мұшап еқілған деген орындың тұрып бақымаған. Тәтір санақ ақырлы шай деген болсымы Бастыр Дауглас яныда орындың тұрамады. 4, 3, 2, 1. Ding. Musabik vaqtincha to'xtatildi. O sahnening bir bulungi kep qolganda butkul dunyo shundaq o tugashni deb atganda qiladi. Бастыр Дауглас Musabik sahnasiga qaytib chiqdi. Shundaq Tayson uni yana yiqitib etkil tasla qoldi. Dal mush vaqtda Tayson xuddi men yangdim deb atganda qiladi. Gapimga quloq solinglar. Amaliyotda hammanglar Бастыр Даугласga o'xshash hayotlik sahnasining bir burchiga kelib qoldinglar. Sizlar Musabikni voz kechsanglarmi, qaytirib hujum qo'ysanglarmi bo'ladi. Navada qilmoqchi bo'lganinglar asosan ish bo'lgan bo'lsa, hamma odam uni qila olgan bo'ladi. Hayotlik sahnasining o'tirisiga kelinglar. Ya'ni men sizlarni Бастыр Даугласga o'xshash qilinglar demoqchi. Бастыр Дауглас qaytirib hujum qo'ydi. Mana bu chaqda butkul dunyo uni hayron qoldi. Bah, u boksda osidagi yengilmas azmat Taysonni yiqitdi. Bayı neymiş oldu? Tomashbullar Бастыр Даугласga qarashdi. Бастыр Дауглас bu nayt addi. Onam qaza qilishini ilgari, ammo odamga o'g'lim Taysonni yengidi degan edi. Musobaqidan 2 kun ilgari onam qaza qildi. Shundan keyin men Taysonni yengishga bel bog'ladim dedi. Apisi o'lib ketgandan keyin Бастыр Дауглас apisining o'limiga qayg'urib o'tiyversin bo'ladi. Lekin u qayg'uni kuchga aylantirib, opam uchun musobaqa qatnashiman, Taysonni mag'lub qilaman degan irodaga keldi. Mana bu iroda uning qalbidagi, uning mushtidan kuchli bo'lgan heliq kuch. Uning musobaqada g'alaba qilishining sababi, uning tirishiga turtki bo'lgan omil. Sizlarga de qo'yay, navoda qalbinglardagi sizlarni harakatlantiradigan kuchning zodi nimaligini bilmasanglar yoki irodanglar mustahkam bo'lmasa, undaqda har kuni hayotning boks sahnesida qattiq mushab yiqilaversizlar.